Shifokor bilan maslahatlashmasdan dori iste'mol qilasizmi? To'g'ri dori-darmonlarni qabul qilish davolashga yordam beradi. Ammo noto'g'ri dori-darmonlarni qabul qilish tanangizga zarar yetkazishi mumkin. So'nggi paytlarda noto'g'ri dori-darmonlarni qabul qilish natijasida nojo'ya ta'sirlar ko'paymoqda. Bu bir vaqtning o'zida bir nechta dori-darmonlarni qabul qilishni o'z ichiga oladi. Boshqa birovlarning dori-darmonlarini qabul qilish. O'z-o'zidan dozani o'zgartirish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Retseptsiz dori-darmonlarni dorixonada shifokor retseptsiz sotib olishingiz mumkin. Retsept bo'yicha dori-darmonlar uchun shifokorning retsepti talab qilinadi. Har bir dori varaqasi muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. O'zingiz qaror qabul qilmang. Har doim shifokor yoki farmatsevt bilan maslahatlashing. Shifokorga murojaat qilganingizda ularga hozir qanday dorilarni qabul qilayotganingizni va allergiyangiz bor-yo'qligini aytib o'ting. Dori-darmonlarni qachon qabul qilish va to'g'ri dozalash bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qiling. Dori nomini, dozasini va ichish davrini va qachon qabul qilish kerakligini tekshiring. Uni ovqat bilan birga iste'mol qilmang. Har doim suv bilan iching. Agar siz dori-darmonlarni noto'g'ri qabul qilsangiz, sizda toshmalar, bosh aylanishi, oshqozon og'rig'i yoki qayt qilish kabi alomatlar paydo bo'lishi mumkin. Agar biror bir nojo'ya ta'sir kuzatilsa, darhol shifokor bilan maslahatlashing. Dori-darmonlarni faqat shifokor tomonidan belgilangan muddatda oling. Dori-darmonlaringizni quyosh nuri tushmaydigan salqin, quruq joyda saqlang. Yaroqlilik muddati o'tgan dori-darmonlaringizni har doim sog'liqni saqlash markazlari, jamoat markazlari yoki dorixonalardagi maxsus dori-darmonlarni utilizatsiya qilish qutilariga tashlash kerak. Dori-darmonlaringizni boshqalar bilan baham ko'rmang. Og'riq borligi sababli dozani oshirmang. Dori-darmonlarni qabul qilishni to'xtatmang yoki shifokorning ruxsatisiz yangi dori-darmonlarni qabul qilishni boshlamang. Dori-darmonlarni to'g'ri qabul qilsangizgina sog'ligingizni asrashingiz mumkin.